Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, aile tavaba atlarga ve onunğa taki kıyametgacha ergeşkenlerge dört salamlar bolsun. Aldı bilen oğlunuzga kelgen diyet, meyitning mal-mulki qatarida mirasxo'rlar o'ttirida shar'iy taqsim qilinadi. Alloh taolo mundaq degan: Bir mü'minning bir mü'minni savallikdan boshqa ahvolda o'ltirishi to'g'ri emas. Kimki biror mü'minni savallik bilan o'ltirib qo'yadigan, bir mü'min qulni ozod qilish bilan billa uning varislariga diyet to'lash kerak. Zahhak ibn Sufyan radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Ashyam az-Zibabining ayoliga erining deytidan miras berishimni tapilab maktub yozgan. Yana Amr ibn Shuayb atsi bo'sidan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam diyet o'ltirilguchining mirasxo'rlari orasida yaqinlikqa qarab taqsim qilinadigan mirasdir deb hukm qilgan. Yuqoriqilarga asosan olimlar o'ltirilguchiga kelgan diyet boshqa mol mulkiga o'xshash miras qilinadigan moldir deb muayyanlashtirgan. Imom Mavardi mundaq degan: Diyet nasab va sabab jihatdan mirasxo'r bo'lgan er yoki ayol barliq mirasxo'rlar o'ttirida mol mulkka o'xshash miras olinadi. Bu barliq olimlar o'ttirisida ittifoqqa kelgan masaladir. Buning asosan o'lguchining qarzlari to'lamdan ado qilinadi. Ondan vasiyati bo'lsa o'rindaladi. Ondan qolgani mirasxo'rlar o'ttirida shar'iy taqsim qilinadi. Her bir mirasxo'r o'z nasibasini olgandan keyin bu nasibiga 1 yil o'tgandan keyin qo'lidagi boshqa iqtisod bilan birga qo'shib 2,5% miqdorda zakat ayiradi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh.